Agar sizda gemoroy alomati bo'lsa, darrov yugurib borib operatsiya qilishga hech ham shoshilmang. Agar endi boshlanayotgan bo'lsa, tezda uy sharoitida o'zingiz davolab olasiz. Bu narsa ko'pchilikning boshiga tushgan, ko'pchilik biladi, kommentariyaga yozib ham ketadi, o'qib ko'rasiz. Nima qilamiz? Bir inson kartoshka orqali, O'zbekistonlik bitta tabib bor, u ham isbotlayapti. Kartoshkani xuddi qalamchaday qilib arqadan tiqib qo'yasiz. Har kuni yotish oldidan, bir kunda bir mahal. Ichki gemoroyni zo'r davolaydi. Kraxmal moddasi ichlarni zo'r davolaydi. Ikkinchisi, sedanani toza original yog'ini ham arqa tarafdan 5 grammlik shpris bilan arqadan yuborib uxlash kerak kechqurun. Hamma narsa yotish oldidan bo'ladi gemoroy to'g'risida. Keyin sedanan yog'ini ichib yursa ham ichki gemoroyni davolaydi. Yantoqni tomirini ham qaynatib ichib yursa ichki gemoroyni davolaydi. Ichki qutildingizmi? Endi tashqari gemoroyni eshiting. 95% spirtni olib kelasiz, paxtaga botirib, chiqib qolgan tashqari gemoroyga qo'yib yerga qarab yotasiz. Shunday yondiradi, yana bog'laringizni eslaysiz. Chidaysiz, chidaydi. Keyin kuydirish to'xtaydi. 5-10 minutdan keyin to'xtagandan keyin paxtani olib tashab, ozroq levamikol surtib uxlaysiz. 5 kun, 6 kun uzoq bilan bir haftada qushdek yengil bo'lasiz. Bu ko'pchilik gemoroyi bor, lekin birovga ayta olmaydi u kasalligida. Uy sharoitida men yuzimda qattiq sizlarga aytayapman, sizlarning jonlaringga oro kirish uchun. Tojikistondan G'ulomjondan ko'pchilik ustimdan ham kulyapti, mayli. Xudo shifo bersin hammalaringga. Tojikistondan G'ulomjondan foydali maslahat. Tojikiston Bapesh. Ko'ringlar.